Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli tadbirkor aka-ukalarimiz, Climate Center Samarqand bugun Al-Buxoriy Ernazar qo'rg'oniga yetib keldi. Bu yerga tadbirkor Abror akamizga naqd 55 million so'mlik muzlatkich omborni qurib topshirdik. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu minusavo 20 graduslik muzlatkich omborimizga bizlar 5 HP lik usulini holatdagi agregatni o'rnatib berdik. Soatiga 5 kW tokni iste'mol qiladi. Bu muzlatkich omborimizga bizlar senish panel, ya'ni penopoliuretanli senish panellardan o'rnatib berganmiz va zavodskoy xolodilnik eshiklardan qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, ichkarini agregatni feni DG30 bo'lib, minus 20-25 gradus haroratni ishlab chiqarib bera oladi. Bu muzlatkich omborimizni o'lchovlari 3x2, balandligi 2,5 metr bo'lib, naqd 2 tonna suvni muzlatib bera oladi. Mana shu minus 20 gradusli muzlatkich omborimizga Abror akamiz naqd 55 million so'mlik sarmoyani kiritdilar. Abror aka, mana shu xizmatlarimizdan akajon, shu xalqimizga bir og'iz otzingiz. Mana shu xolodilnikni Shahzod akamizda xarid qildik. Rahmat. Bizdan oldin ikkita akamiz xarid qilgandi. O'shalarda ko'rib, boshqa joylarda ham surishtirib bordik. Narxi yaxshi, hamyonbop, sifati a'lo, sifati zo'r. Boshqa joylarda ham surishtirib ko'rdik. Shunisi ma'qul tushdi bizlarga. Shuni xarid qildik. Sizlarga ham olishlarni tavsiya qilamiz. Yaxshi ekan. Agar siz aziz tadbirkor aka-ukalarimizga ham mana shunaqa sifatli va hamyonbop narxlarga xolodilnik ombor qurib berish xizmatlari kerak bo'lsa, agar O'zbekistonning istalgan hududlariga borib, noldan patkloj yasab topshirib kelamiz. Biz bilan bog'lanish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Climate Center Samarqand sizlar bilan.